Doktor Alimjon Buğda. Tarixiy materiallarda Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti ve onun asasi kanuni. Sutuq Buğraxon nashriyati. Davlat qurilishidagi maqsad ve hukumatning birinchi vazifasi. Memleketimizde, yurtlarımızda, şehir ve sehralarda köp aylardan beri devam kılgan hükümetsizlik, öz başçılıklarını derhal yokutup, tinchlik ve asoyishlikni joriy qildirishdir. Askeri, harbiy ve mülki vazifeler xolis niyatlik ve shundaqla layoqatli kishilarning qo'llariga topshiriladi. Barliq yurtdoshlarımızning siyasi, dini, milliy ve medeni huquqlari hukumatning zaminligi ostidadir. Chegirdosh, qo'shni haqamsoya davlatlarning rasmiy ma'mur mansabdorlari va fuqarolari to'liq amniyat ichida. Har birlari mashru vazifasini davom qildirishi mumkin. Azaldan beri haqamsoya davlatlarning hech biriga qarshilik va dushmanlik yo'l tutish xiyolini o'ylamagan Sharq Turkiston xalqining pok tabiat vijdonlariga tarjimon bo'lishda davom qilamiz. Ya'ni ilgaridan tartib haqamsoya davlatlarining haqqidagi muhabbat va do'stliklarimizni inshaalloh vujudga chiqaramiz. Butun ulug' Turkiston uchun oy yulduzliq ko'k bayroq qabul qilindi. Har bir yurtdoshning mol, jon va obro'yining amaniyat ostida bo'lganligiga, tinch va xotirjam jam bo'lib, o'z ishi bilan mashg'ul va davlatga e'timod etishini talab qilamiz. Tavfiq Allohdan. Başvekil Sabit Abdulbaqi. Bayonnoma o'qilgach, navbat bilan tabrik so'zlari qilindi. Xushallik uchun 41 pay top etildi. Top etilgan hamon Sharq Turkistonning tarixiy milliy ko'k bayrog'i ko'tarildi. Oy yulduzliq milliy ko'k bayroq lapildab, o'tgan tarixdagi shon va shavkatli hokimiyat davrlarini yodlantirib turdi. Darul Muallimin talabalarining bayrog'imiz ko'k bayroq, ordumuz oltin ordu, Turkiston Türkning yurti, Türkning olacak deb dardlik ko'ngillarimizdagi g'oyalarini yuksak ovoz bilan sap turk tili orqali so'zlab turadi. Bu kunda yig'ilgan xalqning ruhiy holati butunlay boshqa bir tus olgan edi. Xushalligidan kulib turgan chehralar, o'zni to'xtatolmasdan yig'lab turgan shod ko'zlar. Ya Allah, bu saodatga erishadigan mushundaq kunlarimiz bor ekan. Xudoy taologa tuman shukr deb mazining qora tutqunlik davriga la'nat yo'llab turgan dardkashlarni ko'rib turadi. Xushalligiga mastag'raq bo'lib, hayronlik ko'zi bilan namoyishga borligi bilan berilib qarab turgan yurtdoshlarga bek oz tasodif ko'rinadigan bir holat edi. Milliy musiqalar chelinib turadi. Shodiyona toplar gumburlab etilib, sadolari atrofga anglanib turadi. Tarqitilgan bayonnoma nusxalarini xalq guruh bo'lib o'qib, bir-birsiga tushundiradi. Xalqning amin, amin ovozlari ko'k gumbazga o'rlayotdi. Namoyishchi xalq tuman bo'yidan shahar ichiga qarab saldak oqdi. Hetka maydoniga kelib to'xtab, Qishliq saroyning o'g'zisida peshtoqdan notiqlar tartib bilan nutq so'zildi. Notiqlar Başvekil Sabit Abdulbaqi, Qozi askar Muhammadjon Axun, Hilal Ahmar jamiyatining kotibi Musa Apandi qatorliq zotlardan iborat edi. Notiqlarning nutqlari asosan davlat qurilishiga oid mazmunlar edi. Doktor Alimjon Buğdaning tarixiy materiallarda Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti ve onun asasi kanuni nomli kitobidan elindi. Mikrofon oldida Abdulaziz Qaraxonli.